15% foyda solig'idan qochib 35% ga tushish nima deyapti? Tasavvur qiling, tadbirkor yillik foydasi 1 milliard bo'ldi. Buxgalter bundan 15% foyda solig'i to'lashini aytdi va tadbirkor bu juda ham ko'p, men faqatgina 75 million to'lay olaman, qanday bo'lsa ham buni kamaytiring dedi. Xo'sh, buxgalter nima qiladi? U osmondan xarajat olib yoza olmaydi. Shunchaki hisobotga boshqa xarajatlar qismiga 500 million sun'iy ravishda xarajatni yozadi va tadbirkor xohlaganda 75 million solig'i to'laydi, hisobot topshiriladi, qutiladi, aksincha esa tutilganini bilmaydi. Soliq organi tekshiruvda bu sun'iy xarajatni aniqlaydi va 500 milliondan 15% foyda solig'i va qo'shimchasiga Soliq kodeksining 223-moddasiga asosan soliq bazasini kamaytirganligi uchun 20% moliyaviy jarima ham qo'llaydi. Hurmatli tadbirkorlar, biznes boshlashdan oldin soliqlarni to'g'ri hisoblash va ularni qonuniy kamaytirish bu juda ham muhim. Bu borada sizga men amaliy yordam berishga tayyorman. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.